Undan tashqari biz tanamiz tetik bo'lib yurishi uchun kun davomida biz energiyaga boy bo'lib yurishimiz kerak-da. Masalan, kunni uyqu bilan o'tkazmaymiz-ku. Energiyaga boy bo'lishimiz uchun albatta biz oqsilga boy mahsulotlar va sog'lom yog'lardan iste'mol qilishimiz kerak. Oqsilga boy mahsulotlar bu tuxum mahsulotlari, tovuq go'shtlari, undan tashqari dengiz mahsulotlari bor, o'zimizdan har xil mol, qo'y go'shtlaridan, go'sht mahsulotlaridan iste'mol qilinsa bo'ladi, sut mahsulotlaridan ham iste'mol qilinsa bo'ladi. Bu nonushta uchun eng idealni hisoblanadi. Chunki aynan oqsil bizani qornimizni ko'proq muddat to'q saqlashda yordam beradi. Foydali yog' esa bu sariyog'. O'zimizning qishloqlarda tayyorlanadigan sariyog'. Tabiiy. Hozir o'ylab turgan edim, foydali yog' qanday bo'ladi-yu, zararli yog' qanday bo'ladi deb. Mana shu sariyog'larimiz, olivka yog'larimiz bu foydali yog' hisoblanadi. Aynan shularda tuxumni qovurib iste'mol qilsak ham juda ham foydali, chunki u yog'lar bizga kun davomida energiya beradi. Oqsil masalan to'q saqlaydi, yog' esa energiya beradi. Bu ikkalasi bir-birini to'ldiradi. Va yonida albatta kletchatkalari bo'ladigan bo'lsa, qonda qandni pasaytirishda ham yordam beradi. Qonda qandimiz qanchalik normada ushlab turadigan bo'lsak, bizda ro'za payti semirib ketishimizni ham oldini oladi va iftorlikka borib ko'p ovqatlar qo'yishimizni ham oldini oladi.